Assalomu alaykum Abdulloh. Insonlar yaxshimi? Murojaat tinchmi? Mana haligi shagird tarafga bergan inkubator xudo xolasa mana ikkinchi partiya ingichkani ochishni boshladi. Mana o'sha 5-6 ta chaqar ochib qo'yishdi. 5-6 tanam ko'p o'xshaydi menga. Xudo xolasa ishlar shunday bo'lib o'tadi. Anan keyin hali biltirg'i inkubator mana biltirg'i inkubator. Bu ham 70 ta tuxum solib bu 10-9-yil boshlasa kerak xudo xolasa. Shunda kecha 9 kun bo'lganiga rengin qilsam 70 ta tuxumdan mana 15 tasi chiqib ketdi. Ichi topdan olgan, chiqarib 10 kundan keyin pash 9-10 kun chiqarib ichi topdan chiqdi. Mana ulardan ham ochayotgandan ham 10 tasi pustoy chiqqan o'tgan tashlagan. Mana aka rahmat, katta rahmat. Ochib o'tasiz aka. Tinch bo'ling Abdulloh, rahmat.